Assalomu alaykum yaxshilar, omonmisizlar. Bugun sana 2025-yil 20-iyun. Sakatani Adriatikasi. Bugun ham xudo xolasa terim boshladik. Ochig'i terimni sonidan adashib ketdim. 14-si yo 15-si adashmasam. Bugungi narx 6500 so'mdan bo'ldi. Barakasini beraversin Alloh. Yana bir masala, oldingi videolarda kuzatgan bo'lsangiz, mana shu ikki qatorni, bu qatorini 6-kisdan keyin o'suv nuqtasini to'xtatgan edik. Bu bir qatorni o'suv nuqtasi to'xtatilmagan, o'sishda davom etkazayotgandik sinov uchun. Xo'sh, bu qanday holatga keldi? Bu tomir birinchi kist uzilgan, ikkinchi kistda uzilyapti, uchinchi kist, to'rtinchi kistda uzilgan, beshinchi kist, oltinchi kistimiz hali turibdi, yettinchi kistda ham mevalar bor, sakkizinchi kistda ham mevalari bor, ammo 9-kistdan boshlab gullari mevaga aylanmay kuyib qolyapti. 9, 10, 11, 12, ba'zilarida 13, 14-kistgacha bor, ammo gul ushlamayapti. Sababi ozuqa yetishmasligidan ham bo'lishi mumkin, ammo bizni teplitsalarimiz juda pastligini hisobiga, issiqni hisobiga gullar mevaga aylanmayapti. Bunday past issiqxonalarda yozning kunlari juda graduslar baland bo'ladi. Shu sababli bunaqa uzun ko'tarish to'g'ri kelmas ekan bizni sharoitda. Shuning uchun biz nima qilmoqchimiz? Shu 9-kist, ya'ni ushlamagan, gullari ushlamagan, mevaga aylanmagan kistdan o'suv nuqtasini to'xtatib, shu yerdan kesib tashlamoqchimiz. Qolgan mevalarga kuch to'plab yetilishligi uchun. Bu yoqda уже yaxshi yetilib qolgan. O'suv nuqtasini to'xtatilganini hisobiga.